Minecraft'ta bir kishilik rejimda o'ynayapsiz. No'qin paytlar esa siz o'rmonga qarab daraxt chopish uchun boryapsiz. Va sizning qulog'ingizga qo'rqinchli musiqalar eshitila boshladi. Va siz qo'rqqan paytingiz nima qilasiz? Hamma qatori uyingizga shoshilasiz. Va shu tariqa siz dushmaningizni xursand qilgan bo'lasiz. siz uyga borayotgan payt yo'lingizdan ko'zqo'nga to'lgan echki chiqib keladi. Hey yo hammaga qoravoylar va oppo'g'oylar, sizlar bilan birgalikda men Sheker va bugungi videoda Minecraft'dagi sirli mob, ya'ni ko'zqo'nga to'lgan echki haqida bo'ladi. Videoni qo'rqinchli boshlaganim uchun hech kim qo'rqib ketmadi deb o'ylayman. Agarda qo'rqqan bo'lsanglar kechasi tualetga chiqa olmaysizlar endi. Stop. Men hech kimni boshini qotirmoqchi emasman. Lekin mana bu echkini tahlilini qila olmasam o'zimni kechira olmayman. O'sha uchun joylarga yaxshilab o'rnashib olib, yeb ichishgan narsalar olib kelinglar. Men videoni boshladim. Men Google'ga kirib Entity 303 uzr ko'zqo'nga to'lgan echki haqida ma'lumotlarni qidirishni boshladim va u menga ma'lumot chiqarib berdi, ammo ularning hammasi ingliz content makerlar yoki bo'lmasam ingliz tilida bo'ldi. Shuning uchun men inglizchaga uncha tushunmaganim uchun prosta cho'kvordim. Keyin men ChatGPT ga kirib Entity 303 haqida ma'lumotlarni qidirishni boshladim va u menga ma'lumot chiqarib berdi. Ular o'zbek tilida va tushunarli qilib qo'yilgan. Bitta minus prosta oddiy narsani uzun qilib yozib tashlagan, shu narsa minus bo'ldi ChatGPTdan, ammo chiqarib berganiga shukr. Shu joyda bitta reklama. Stop. Bolalar, sizlar meni nito tushundinglar shekilli. Bu youtuberlar uchun maxsus reklama. Videolaringiz uchun arzon va sifatli prevyular kerakmi? Unday bo'lsa men sizlarga over dizaynni maslahat beraman. Bu kanalda sizlar bir-biridan ajoyib va sifatli va hamyonbop narxlarda prevyularni ko'rishingiz mumkin. Agar sizlar Shekeran kelik desanglar, over dizayn sizlarga bundan-da arzonroq narxlarda preview yasab beradi. Kanalga havola kommentariyada. Shu bilan videomiz tugadi. Uzr, chaqashib ketdim. Oldinda hali juda ko'p ma'lumotlar bor. Bo'pti, men gapni qissa qilib echki haqidagi ma'lumotlarni boshlayman. Ma'lumotlarga qaraganda bu echki har doim kechasi ko'rinish berar ekan. What? Kechasi? Yetalab nima bitta qizcha bilan Echkining yaralish tarixi. Bu echki birinchi marta it ham gado ham topolmaydigan seviyada ko'rinish bergan. Ma'lumotlarga qaraganda bu hodisa 2013-yil ro'y bergan ekan. Sen esa bu paytda hali chupa-chups yalab yurarding. Echkini kim yaratgan? Ma'lumotlarga qaraganda mana bu kalni qaysidir ko'p qilgan yordamchisi Minecraft serverlarga mana shu ko'zqo'nga to'lgan echkini joylashtirib chiqqan. Echkining yana bir mashhur qobiliyatlaridan biri. Siz Minecraft serverida o'ynayapsiz va birdaniga yo telefoningiz yo kompyuteringiz o'tarib qayerdi. Va shu paytlarning asabingiz chiqadi. Bundan bilish mumkinki, bu narsani mana shu qilgan bo'ladi. Mana ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar esa video haqidagi o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va sizlar bilan pofak YouTube hammomda yoki yotoqda bo'ldi.